Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Siz azizlar bilan odatimizga muvofiq bugun tahoratxonaga kirish va chiqishdagi 8 sunnatni o'rganib chiqamiz. Bular avvalo quyidagi duoni o'qimoq. Allohumma inni a'uzu bika minal xubuthi wal khaba'ith. Ya'ni Allohim, men sendan erkak va ayol nopok jinlarning yomonligidan panoh so'rayman. So'ngra chap oyog'i bilan kirmoq. O'tirganda esa chap tomonini qiblaga qilib o'tirmoq. Chap tomonga moyil bo'lib o'tirmoq. Poklanish vositasini toq marotaba ishlatmoq. Hojatiga chap qo'lini ishlatmoq. Chiqayotganda esa o'ng oyog'i bilan chiqmoq va so'ngida chiqqandan so'ng g'ufronaka, ya'ni Allohim mag'firatingni so'rayman demoq. Mana shu Habibimiz sallallohu alayhi va sallamning tahoratxonaga kirish va chiqishdagi sunnatlari hisoblanadi. Bilamizki, inson kun davomida bir necha bora tahoratga kiradi. Tahoratga kirish va chiqishda mana shu sunnatlarga amal qilar ekan, kun davomida bir nechalab sunnatlarni tiriltirgan hisoblanadi. Azizlarim, bizdan uzoqlashmang, sunnatlarni tiriltirishda davom etamiz.